Xitoyning Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya va zamonaviy qo'l yetishtirish siyosati doirasida Uyg'ur va qozoq yoshlari Xitoyning ichki qismlariga arzon emgakchi sifatida avatilmoqda. Shuning bilan birga oliy maktablarni bitirgan Xitoylarga turli va'dalar berilib, Sharqiy Turkistonga kelishga ilhomlantirilmoqda. Turkiston vaqtining xabar qilishicha, Xitoyning Shandong o'lkasidan kelgan 106 nafar Xitoy Qashqar viloyatining Makit noyisida maktablarga ishga o'rlashtirilgan. Sharqiy Turkistondagi zulm va bostirishlar xalqaro jamiyatning kun tartibidan o'rin olayotgan bir paytda Washingtonda Sharqiy Turkiston haqida bir yig'in o'tkazildi. Washington O'rta Sharq institutida o'tkazilgan Sharqiy Turkiston krizisi nomli yig'inda rayondagi xalq uchrayotgan bostirishlar bilan birga bularning O'rta Osiyoga bo'lgan ta'siri va ularning buningga qarshi tadbirlari muzokara qilindi. Sharqiy Turkistondagi dаңliq Uyg'ur yozuvchilardan Hoji Mirzoid Kerimi Yusufxos Hojib nomli romanni yozganligi sababli 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Buningdan burun millatchi Gomindang davrida va uningdan keyingi atalmış madaniyat inqilob davrida umrining 4/1 qismini Xitoy turmida o'tkazgan ustoz Hoji Mirzoid Kerimi umrining oxirida yana turmaga mahkum qilindi. Adib hozirgacha minglagan asar va 5 cho'ng roman yozgan bo'lib, bu romanlar bilan rayonning 1000 yillik tarixini yo'rtib bergan bo'lib, Uyg'ur jamoatchiligi uningmi boshqa Uyg'ur adiblarga o'xshash Xitoy turmasi kirib uzun o'tmayla shahid qilib etilishidan andish qilmoqda. G'azada tinish shaklda cho'ng orqa qaytish yurishining 1 yilligi va 43-qitimliq zimin kunda minglagan falastinlik jam bo'ldi. Faoliyatlarga Isroilning qattiq bir shaklda mudohila qilishi bilan 3 falastinlik o'lib, 316 falastinlik yaralandi. Aljeriya xalqi davlat raisi Abdulaziz Bouteflikaga qarshi eng cho'ng ko'lamda bir namoyish o'tkazdi. Taxminan 1 million kishi qatnashgan namoyishga soqchilar yasha quzish bombasi va pompaliq suv bilan mudohila qildi. Lekin xalq ko'chalardan chekinmadi. Armiyaning tunji qatim Bouteflikni chekinishga da'vat qilishi xalqning namoyishlarga hayajon qo'shdi. Siyosiy tuzumning o'zgartirilishini xohlaydigan va Bouteflikqa bo'ldi yetar degan xalq juma kuni ko'chalarni to'ldirdi. Namoyishchilarning ko'pinchisi yoshlardan tashkil topdi.